Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kvas ichsa bo'ladimi debdilar. Kvas haqida alohida javobimiz bor edi. Shu berilgan javobda aytilgandiki, kvasning 28 xil tayyorlash uslubi bor. O'shandan 10 tasi holatida, ya'ni uslubda tayyorlanganligini ichsa bo'lishi va 18 holatda tayyorlanganini ichishlik durust emas ekanligini, halol emas ekanligini aytgan edik. Yana qaytaramiz. Undan ko'ra o'sha boshqa halol narsalarni ichish kerak. Agar mabodo juda ham kvas ichmasam hech bo'lmay ketyapti deydigan bo'lsa, o'sha tayyorlanish uslubiga qaraydi. Mast qiluvchi ichimliklar, spirt yoki shunga o'xshaydigan narsa aralashmagan bo'lsa, halol tayyorlangan bo'lsa, o'sha 10 xil holatidagisi ichsa bo'ladi. Qolgan 18 xil holatdagisini ichishlik halol emas. Demak, 28 xil tayyorlanar ekan. Shunga ahamiyat qilish kerak. Inson duosi, ibodati, ro'zasining qabul bo'lishligi albatta mana shu luqmaga bog'liq. O'shaning uchun ayni Ramazon oyida shu kvas yoki boshqa shunga o'xshaydigan ichimliklardan o'zingizni tiyib turganingiz afzal. Vallohu a'lam bissavob.